Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, andı nur, her ün, mumluk, tığa. Alman yasakta azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını, özümü sorayımız. Menize küçük balını kollağandan kollamakçım ha? O ne? Yağaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir cancı. Benim maksadım, halıkni cebir zulümdü kutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, tinç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şimdi ben diyen doğmadığını kışka! Onun kıtaydığa gitmem var! Bölme, iyiliği terekke, azatlık meşgili yanğan, meni kıtağdırığı başla hitemaka. Oyğanğan zimimni, hem de hiç kim tutalmaydı. Ma'lum bo'ldiki, bu yigit Qumuldagi mashhur boy savdogar Hasan bola hojining ish boshqaruvchisi Aziz Apandi degan kishi bo'lib, texi tunugun oqshomlar Turpanga yetib kelgan ekan. Uning vazifasi To'qsunda. U yerda bo'lmasa, Urumchida bo'lsa-mu, hojim bilan ko'rishib, bu xatni uning o'z qo'liga topshirish ekan. Allohga shukrkim, dedi Aziz Niyozi. Taqdirning bu tasoddifiyligi bilan janoblarining didorini Turpanda ko'rishga musharraf bo'ldim hojim aka. Cho'ng ish qilsiz ukam. Qani aytinga, Qamarxon ochingizning og'riqi rostili shundoq ig'irmi? Aziz Niyozi kulib tashlab mundaq dedi. Yo'qsa, endish qilmasizlar hoji aka. Qamarxon oylam sog' salomat. Faqat har ehtimolga qarshi ikkinchi xatga dalda qilish uchunla u xat shundoq yozilgan. Shu gaplardan keyin hojim ikkinchi xatni yana o'qishga kirishdi. Bu xat uni Urumchiga bormaslikqa, eng yaxshisi Qumulga qaytib kelishga qilingan da'vatnoma bo'lib, uningda Temir xalqining fojialik oqibati takror tilga ilingan. Uningdagi so'z iboralar shundoq kuchli va ta'sirli ediki, hojim qo'llarini orqasiga tutgan holda uyning u beshidan bu beshiga tinmay mengishga boshladi. U birdili izida to'xtab, Yo'lbos begim barkamol samimiyat bilan hojimdan afu so'raydi. Janobi Allohning muqaddas kalomini shohid qilib turib, chin ixlos bilan qasamiyat qiladirki, mubodo hojim Qumulga qaytib kelsa, hattoki Urumchidan boshqa bir diyorda tursimu, abadil abad sadoqatmanligida mahkam turg'usidir. degan jumlalarga yana bir qo'r ko'z yugurtib chiqqach, yurt mo'tabarlari meni yo'lbosga ishonsa bo'ladi demakchimi? Shundoq. Kiyimiga tushganlarning umidi bir degan maqol bor. Hoji aka, yo'lbos begimning janoblariga sadoqatmanlik bildirganiga mana menma guvoh. Xayr, men o'zimni to'xtatib bir qarorga kelguncha siz Turpandan ketib qolmang. Rostini ayt. O xatda zodi nimalar yozilgan? Sen hojim bilan maxfiy ko'rishganda nima qutrat quluqlarni qilding? Turpan soqchi idorasining boshlig'i yodonga kelgan, egiz bo'ylib, chekinlikdan qordab ketgan kolpiklari orasida 2 tal oltin tishi parqirab turgan Samet Juyjang kechidan beri so'laqda yotgan Aziz Niyozini ishxonasiga oldirib chiqib, ana shundoq so'roq qilib o'tadi. Abrisov bilan Qosim apandi uyning o'ttirisiga tortilgan pardaning orqasida so'roq ahvolini tinglab turadi. Mendek bir oddiy puhroning hoji akamga o'xshash buyuk arbobga qutrat qilishi aqlga sig'amdi. Siz meni yana qandoqsiga hojim bilan maxfiy ko'rishdim deysiz. U kishi meni o'zining hujrasiga ochiq oshkor boshlab kirgan tursa. Ansa ayta. Ela xatda zodi nima gap bor? Arablarda at-takrorun qabihun, ya'ni bir gapni takrorlaverish yomon odat degan gap bor. Sizga hilala aytdim-ku. Hoji akamning cho'ng xotini Qamarxon oyla sakrat holatida yetibdi. U xatda hojim Qadinas ayolning yuzini oxirgi qitim ko'rib olsin degandan boshqa bo'lak gap yo'q. Yo'q. Hey, gapdan yigit. Siz bizni aldayapsiz. Biz avval boshqa bir masalani oydinlashtirib olsak bo'g'idak.
siz yosh bo'g'inoz bilan xeyli qaqvash ko'rinasiz. Qani ayting-a, siz zodi nima kasb qiladigan odam? dedi Abrisov pardaning orqasidan chiqib. Bir boy savdogarning kontorida ishlayman. Ba'zida mol sotqichlik qilaman. Mana. Ruschadanmi xabaringiz bor o'xshaydi. Arabcha, farschadan ham shundaqmi? Qani ayting-a, siz nada o'qigan? Monastiki diniy maktabda. Ruschani qaysi maktabda o'rgangan? Maktabda emas, o'zligimdan o'qib, ancha-muncha bilib olgan. Kitob o'qib turamsiz? Tishim patqida kitob bo'lsa, qiziqib o'qiyman. Balli. Demak, siz oddiy odamlardan emas. Qumuldikilarning hojimga u xatni nemishqa sizdan chiqarganligimi endi tushunishlik bo'ldi. Qani ayting, siz hojimga nimalarni dedingiz? Omonat xatni topshirgandan boshqa hech nima demadim. Hech nima demasangiz, hojim siz bilan ko'rishgandan keyin nemishqa birdilla oynib, qumulga boraman deb turib oladi. Bu gaplardan xabarim yo'q. Mening bu ishlarga aralashqudek salohiyatim yo'q. Ma'qula. Shundaqmi deb turayli. Siz zodi qancha parcha xat elib keldingiz? Bir parcha. Yolg'on. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir parcha emas, 2 parcha. Men Hoji akamga faqat bir konvert berdim. Demak, sizni uchiqtab qo'ymasak, rastingizni aytmaydigan o'xshaysiz. Qani, soqchi nachalnik, bu yigitga hunaringizni ko'rsatib qo'ying. Samet Jo'janing ishorati bilan yanglarini jaynaklarigacha turib olgan 3 jallod Aziz Niyozga yepishdi. Dal shu chaqda o'ylida dukurlagan oyoq tevishlari olinib qoldi. O'g'loqchi Mansur bir to'p qurolliq yigitlar bilan uyga bostirib kirguncha Abrisov bilan Qosim apandi parda orqasidagi eshikdan boshqa uyga chiqib oldi. O'g'loqchi Mansur untinsiz kelib Aziz Niyozining put-qo'lini bo'shatdi. Ondan turgan yerda tomdaq ketib qolgan Samet Jo'janga qattiq o'miyib, "Biz bilan mang. Hojim akam seni chaqiryapti." Hojim tushkun qilgan bog'voralliq ozodiy imoratning hovlisida bosh ko'zi yerilgan Samet Jo'jang doq yerga tizlanib turib mundaq dedi: "Bir qo'shqinimni kelsinlar, Hoji akam. Menga xat kelgan odamni tutib so'roq qiladigan huquqni sana kim berdi? Ayt! Bo'lmasa ko'rgilgani ko'rasan. Men izibdiman, Hoji aka, meni kechirsinlar." "Qani ayta, seni kim iziqtirdi?" "Aytayman. Rostini aytsam, Hoji aka, menga iloj yo'q. Men vazifa kishi. Shunday ben janoblaridan buyruq bor. Qumul tarafdan kelgan har qanday odamni, xususan Xo'ja Niyoz hoji bilan bordi keldisi bor, har qanday odamni tutib, so'roq qilib natijasini ma'lum qilasan degan. Bu gaping rostmi? Rost, 1000 martaba rost." Hojim Qumuldan kelgan xatlarning ikkinchisini o'qib, bir hazo orisalda bo'lgandan keyin Urumchiga bormas xiyoliga kelib turganda Samet Jo'jang voqeasining yuz berishi. Bo'libmi, uning yuqoridagi iqrori hojimga cho'ng dastak bo'lib berdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Abrisovni qishqirib kelish uchun Qosim apandi qani deb to'g'rildi. Kimdir biri uning bu yerda yo'qligini aytdi. "Qayinsan tursun? Ha, chopsan berib, Abrisov bilan Qosim apandini qishqirib kel," dedi hojim. Ondan Samet Jo'janga Aziz Niyozini ko'rsatib turib buyruq berdi. "Hozirdan boshlab bu kishiga sen kepil. Bu ba'da uning bir tal tukurga chiqildigan bo'lsang, jinondan judo bo'lasan. Anladingmi? Qani ayta. Shundoban, sana nima buyruq bergan? Bosh konsul janoblarimi anglasin," dedi hojim pagoda qo'l qovushtirib turgan Samet Jo'janga. Samet Jo'jang ostirdan Abrisovga qaradi. Abrisov uni ko'rmasga silib jim o'ltirdi. "Hey, bu mode! Aytavotman seni!" Varqirda hojim Samet Jo'jang titrab ketdi va oxir duduqlab turib Shingdubanning hiliqi buyrug'ini takrorladi. "Mang! Endi ko'zimda yo'qol. Angladingizmi, bosh konsul janoblari? Bu qanday gap?" Qosim apandi tarjimonlik qilib etib targa cho'milib ketdi. "Mo shundoq ahvolda men Shingdubanga qanday ishni olayman? Ha? Yana qon to'kilaverib,
el yurt texmi xoni veyran bo'lmasin. Fuqarolar tinch aman tirikchilik qilsin. Hammamiz inoq ittifoq o'tayli deb. Sizning sho'rolar hukumati nomidan bergan kapolatingizga ishinib, Urumchiga borsam boray davasam, u nima qilib yuradi? Bundaq vaqtda men Urumchiga to'xpa deb boramdiman. Bo'ldi. Meni to'simang. Menga amal mansabning mo keragi yo'q. Yurtga ketib, o'z tirikchiligimni qilaman. Buning sizmi 2 kundan buyon hojimni qumul safaridan to'sish uchun uning bilan soatlab paranglashish, Urumchiga telegramma berish, xat yezish, hatto konsulxona orqali Shingsay bilan telefonda bevosita so'zlashish qatorliq ishlar bilan yerib ichib, uning ustiga Turpanning pijg'irim issiqig'i chidamay holidan ketay deb qolgan Aprisov uyqusizlikdan qizirib ketgan ko'zlarini op-oq qo'lyog'liqi bilan surtib, asta gapga kirishdi. U o'z so'zida Aziz Niyoz vaqasi uqishmaslikdan kelib chiqqan. Shingdubanning yilqidek buyruq bergani yolg'on. Buni Samet Juyjang o'zi o'ydirib chiqargan deb tushuntirishga tirishdi. Hozirla Shingdubanga telefon berib, bu buyruqning yolg'onligini isbotlaydiganligini aytib, hojimni Shingdubandan hargiz gumonlanmaslikka da'vat qildi. Bu o'zingizning ishi. Qanday qilsangiz shunda qiling. Men ati qumulga mangmasam bo'lmaydi. Xotinimning sakrat holatida yotganligini angladingiz. Hatto u xatni ko'rdingiz-ku. Aprisov Shingdubandan javob kelguncha uning biror kun sabr qilib turishini o'tindi. Hech bo'lmaganda mening yuzimni qiling. Atsi kun patarga yaqin Urumchidan Tohirbey boshchiligida bir hol so'rash o'miki Turpanga yetib keldi. Bu o'mak Urumchidagi Uyg'ur baylaridan go'sh yuzlik, qor soqol, o'ttir bo'y kelgan Ro'za hojim, beshig'i salli o'rib olgan qizil burun, char soqol Nazar qori. Atoqli Xo'yzu o'rnamasi egiz bo'yliq, yodonga kelgan ko'si soqol Malyonjun oxun. Qara maxmal taqi Novadrang 3-chi yaktak, siriq xurum oyoq kiyib, chiroyli burt qo'yib olgan egiz bo'yliq Husayin Chanshiv. Qo'yiq burti bilan teximi salopatli ko'rinadigan Tursun baba. Ko'rinishidan ufqumishliq kishi ekanligi namoyon bo'lib turadigan qozoq ziyolisi va jamoat arbobi Boymulla qatorliq mashhur kishilardan tarkib topgan. O'mak tarkibida yana yuqori darajali ichki harbiy amaldor bor edi. Shanxay inqilobi natijasida Jungu tarixida dunyoga kelgan tunji jumhuriyatga Sunjungsan apandini Dasongtunglikqa saylash uchun 1912-yili 1-yanvar kuni Nanjingda chaqirilgan qurultayga Xinjiang Uyg'urlarining vakili bo'lib borgan Tohirbey bu kunlarda Xinjiang o'zgulik hukumatining a'zosi, qo'shimcha millatlar birlashmasining raisi edi. Shingsay Tohirbeyning bir qancha tilni biladigan cho'ng ziyoli, hamma e'tirof qiladigan jamoat arbobi va Xo'janiyaz hojining sirdosh do'sti ekanligini obdan bilgachgan, uni ayni shu mansablarga qo'ygan. Amdilikda bo'lsa, hol so'rash o'migining boshlig'i qilib, hojimning oldiga avatgan edi. Tursun Do'lan Tohirbeyni ko'rib, xushalligidan terisiga patmay, uning bo'yniga esilg'udek bo'lib ketdi. Tohirbeymi uni bag'riga besib, "Yaraysan o'g'lim. Men hamda bo'ybasdan to'lib, yuzingni oftobda kuyib, haqiqiy jangchiga o'xshabsan." Rahmat ota. Muborak didorlarni ko'rib, ona shahrim Urumchini ko'rgandek bo'lyapman. Urumchidagi yaqinlarimizning hammasi tinchlikdi. Hammaylar tinchlik. Sening yaxshi ko'radigan kishingmi tinchlik. deb ma'nili kulib qo'ydi. Tursun Do'lan yerga qarab turg'ashqa, Tohirbeyning kulimsirab turgan ko'zlarida yosh akib turganini ko'rmay qoldi. Tursunning sevgini Zubayda bir nima bo'ldimi nima? O'mak yetib kelish bilanla do'qmish-do'qmishda 4 burchaklik yo'g'on tomga besilgan e'lonlar choplandi. Bu e'lonlarda Turpan saqchi idorasining boshlig'i Samat degan buzg'unchi unsurning xizmat huquqini suiiste'mol qilib, Shingduban nomidan yolg'on buyruq o'ydirib chiqib, Shingduban bilan hojimning orasini buzishga uringanligi.
bu ig'ir jinoyati uchun uning o'limga hukm qilinganligi va bu hukmning darhol ijro qilinadiganligi jakarlangan. Darvaqa shu oqshimi 5 cherik Samat Jo'jongni uydan so'rab chiqib, 4 ko'cha og'zida etib tashladi. Bu ish al yotar chaqqicha butun shaharga purib ketdi. Ikkinchi kuni chashka vaqtida Tohirbek o'z hamrohlari bilan hojimning qishig'i patiga keldi. Salom sahatdan keyin turli tuman gullar xushpuroq chechib turgan o'zim baranga ostida Turpan diyorining yozliq nozu ne'matlari bilan to'lgan mo'l dasturxon ustida gap boshlandi. Tohirbek o'z hamrohlarini bir qur tanishtirib o'tgach, bu o'makning bu yerga kelishdagi maqsadi yozning pishg'irim issiqida uzun yo'l besib kelgan hojimdan ortiq so'rash. Samat Jo'jongning bosh-boshdoqlik qilib qo'ygani uchun Shingdubanga vakolatan ko'ngil aytish. Urumchidagi har millat, har soha xalqlari nomidan, shaxsan Shingduban nomidan hojimni qarshi ilish ekanligini bayon qildi va aslida Duban janoblari o'zi kelmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, hukumatning jiddiy ishlari bilan band bo'lib qolganlikdan kelolmaganligini aytib, o'zra haqliq so'radi. Rahmat. Har qaysilari ko'p javoblar. Arqadala hiyliqi ishki harbiy amaldor o'rinlaridan dast qo'pib, hojimga harbiycha salom bajo keltirgach, ularning biri buzg'unchi unsur Samatning suiqasdlik harakati uchun Shingdubanning hojimdan qattiq xijolatchilik bilan kechirim so'rab, alohida maktub yozganligini aytdi va yo'g'on bir lipopni uningga sundi. Buzg'unchi unsur tegishli jazosini tatdi. Uqdim. Shuningdan keyin o'makning boshqa a'zolarimi hojimni Urumchiga taklif qilib, og'ziga tegmay so'zlab ketdi. Hojim ularning ko'ngliga yarasha 2-3 yig'iz gapni siliq qildi-yu, yana bir tilla chechilishga boshladi. Gap chiroyli bo'lgan bilan ishongan tog'da kiyik yatmagan tursa, men o'laymi, o'chaymi? Hammalarga ma'lum. Men yurt va millatning ozodligi uchun Puhrani zulmdan qutqizish uchun uzoq yillar qon kechib kurash qildim. Keyin Shingdubanmo haq yo'lga kirib yarashayli dedi. Yarashdik. To'g'risi, bizni Shurala hukumatining vakili yarashtirdi. Ikkimiz yana Shurala hukumatining yordami bilan Majungying degan lomodini yurtdan qo'g'lab chiqardik. Ba'zilar o'zi musulmon turib, kofirlar bilan birlashdi deb meni tillab qarg'ashdi. Sabit Tamolining Sharq Turkiston degan bir nimisini o'rib tashlab, o'zini tutqun qilsam, ba'zilar o'z millatini Xitoylarga tutib berdi deb meni hilimi qarg'avatdi. Men xato qildimmi? Yo'q, men xato qilmadim. Agar men shu ishlarni qilmasam, qon to'kilish to'xtamaydi. Yurt parchalanib ketadi. Tinchlik bo'lmaydi. Puhralar texmi xonavayron bo'lib ketadi. Mana bosh konsul janoblarimi bu yerda o'tiribdi. Shingduban millatlar barobarligini amalga oshirib, xalqni jabr zulmdan qutqizadigan odil siyosatni amalga qo'yib, yurtni birga so'raymiz deb va'da bergandan keyin, bu va'daning amalga oshishiga Shurala hukumati kepil bo'lgandan keyin, men Shingdubanga Shurala hukumatiga ishonib, Urumchiga kelishga rozi bo'ldim. Shundaqmi boshqa usul janoblari? Shundaq. Shundaq turuqliq. Samat degan murtad haliqidek ishlarni qilsa, mening o'g'lim qaynimam do'za. Samatning yo'lanchigi bo'lmasa, shundaq qila olamdi. Uni bu ishni Dubanning buyrug'i bilan qildim degini, mayli rost, mayli yolg'on bo'lsin, mening uyqumni ichib qo'ydi. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deb, men jahonning shunchalik tikida yo'limni tepib olay. Keyinlikda ayrilganga o'lmayman, aqidamga yig'layman deb, levimni tishlab yurmay. Gap shu og'inilar. Juma vaqtiga oz qoldi. So'rindikilar qo'zg'alishganda Abrisov darhol Tohirbekni qo'ltiqlab olib, "Onanga o'zingiz bir nima demasangiz bo'lmadi. Anglashimcha, u sizning gapingizni yer olmaydi ekan." Tohirbek ma'qul bo'ldi. Hojim xos bir uyda Tohirbek bilan paranglashib o'ltirib, aslida Abduxoliq Uyg'urning,
Ondan Ostanaga berib Maqsud bayning qabrisini yo'qlab o'tish uchun Turponga kelganligini. Tasodifen qumum mötəvərlərinin dəvətnaməsini oqub taza arısaldı bo'lib turganning ustiga Samet Chuyjang vaqasının yuz berganligini. Shuning uchun Urumchiga bormaslik qaroriga kelganligini aytib o'tgach mundaq dedi. Begim, o'zlar tozimi gaqti kaptilar. Meni Maqsud baydan ayırgan Xudoyim o'zlardan ayırmag'ay. Samet degan murtatning qilganlaridan Dobanning niyatini tushunganlar. O'zlarni bosh qilib menidan hol so'rashqa o'mak avvatkinimi bir yangza. Qumuldan kelgan xatlarni o'qib chiqdilar. Silachu. Urumchiga berish niyatidan yong'inim xato bo'ptimi? Hojim, o'zlarining oldida gapdonlik qilmasligim lozim edi. Ammo biz ikkimiz qiyomatlik do'stlardan bo'lganligimiz uchun har qanday gapni qilsam, xafa bo'lmaydiganliklariga imonim komil. Qadimkilar do'st yig'latib aytar, dushman kuldirib debdikan. Men gapning ochiqini aytay. Old shahardan bu yerga kelib, endi Urumchiga bormayman deyishlari xato. Xato? Ha, shundoq. Hatto xatarlik. Nima da'vatsiz? Men sizdan bundoq gap chiqur deb o'ylamoqdikanman. Xafa bo'lsalarmi, mayli. Men aytishga tegishli bo'lgan gaplarimni aytmasam bo'lmaydi. Bu mening do'stlik qarzim. Hozirgi kunda butun yurt va millatimizning taqdiri Xo'janiyaz Hojim degan nom bilan mahkam bog'langan. O'zlari xuddi bir butun podaning sarkisiga o'xshaydilar. Mubada xato yo'l boshlab qo'ysalar, butun poda dahshatli oqibatga uchraydi. Ya'ni xuddi bugun atigan o'zlari aytgandek, yurtimizda hargiz tinchlik, aminlik bo'lmaydi. Qon to'kilish to'xtamaydi. Yurt parchalanadi. Tanglik, erkinlik uchun qurbon bo'lgan son-sanoqsiz shahidlarning qini bekor oqqan bo'ladi. Tangna mahshar kuni Xudoning oldida sizlar nima deb javob berdilar? Yo'chilli gaplarni qilyapsiz-ku. Manza Shuralar hukumatining gapiga ishonib, Shundoban bilan yarashganim uchun, Sobit Domolli hukumatini o'rib tashlaganim uchun mahshar kuni javob beramda men. Yo'qsa, men undaq davatqinim yo'q. O chaqda o'zlari to'g'ri qilgan. Endi Urumchiga bormayman desalar, shu to'g'ri qilgan ishlarning hammasini barbod qildilar. Birinchidan, jimisor bitimi buzildi. Uni biz oshkora buzgan bo'lamiz. Shundoban bilan boshqalardan dushmanlashishga to'g'ri keladi. Yo'lbos begimga kelsak, u bizning Shundoban bilan yarashishimizga burunli qarshi edi. Qumulga borsalar, u va uningga o'xshash kishilar o'zlarini daydayga silib, natijada yana urush boshlanib ketishi turgan gap. Mahmud Sijang boshchiligidagi necha ming kishilik qo'shincha ularmi Oltshar tarafda Shundoban cheriklari bilan boshqadan urushsa, butun Torim vodisi qonga bo'yalmamdi. U holda Puhraning holi nima bo'ladi? Ikkinchidan, qazara Shundoban bilan urushib qolsak, Shuralar hukumatining ishonch va kafolatidan tamoman mahrum qolamiz. U holda Shuralar hukumati bizga yana yordam beramdi. Shuning uchun Shundoban bilan yomonlashib qoladigan ishni hargiz qilmasligimiz kerak. Samet Chuyjang vaqasiga kelsak, bundan ortiqcha xafa bo'lishning hojati yo'q. Hokimiyat degan shundoq nima? Burunqi zamonlardami podshohlar, hatto o'z pushtidan to'ralgan shahzodalarning ish harakatini maxfiy taftish qilib turishga xos ishpiyonlarni qo'ygan. Begim, siz Shundobanga bo'lakchilik ishinib ketgan o'xshamamsiz. Uning o'ziga emas, Shuralar hukumati shohidligida tuzilgan jimisor bitimiga ishinaman. Agar u kunlarning birida jimisor bitimini sesiq paytimi o'rnida ko'ribasiz-ku. Yo'q, uning haddi emas. Shuralar hukumati buningga hargiz yo'l qo'ymaydi. Shuralar hukumatining Majunyingni o'z panohiga ilib, uning cheriklarini Xotanda salomat saqlab qolishida bir sir bor deb o'ylayman. Ya'ni, mubada Shundoban
Şuralar hükümetining irodasiga qarshi ish qilsa, masalan, o jimisar bitimini oyoq osti qilib, Şuralar hükümetini tanlikda qo'ydigan bo'lsa, Şuralar hükümeti uni Majongyanning qo'li bilan bo'g'ib tashlamoqchi bo'lsa kerak. Şuralar hükümeti Shingdubangga toza ishinib ketolmaydi demoqchimisiz, begim? Men shundoq o'ylayman. Chunki Shingduban Yaponiyada askariy ta'lim olgan. Şuralar hükümeti Yaponlardan bak ehtiyot qiladi. Sizlar o'qigan odamlar bo'lakchilik gapdan bo'ldi ekansizlar. Sizning bu gaplaringizni anglab, mening beshim qetib qoldi. Men o'ylanib ko'rib, ati javob beray. Tahir bey o'z gaplarining hojimga shunchalik ta'sir qilganligidan xushal bo'lib, Oprisovning qishig'iga ketdi. Shingsay hojining Turpandan Qumulga ketmoqchi bo'lganligini uqqan hamon Gochungdagi bir otliq pollik bilan Pichandagi bir otliq batalyonni Qumul va Turpan oralidagi 7 quduq degan yerda uni to'sishga avatgan edi. Oprisov hojining Qumulga ketish niyatidan yonganligini uqqan hamon Shingsayga xush xabar yetkazdi. Shingsay yana biror gumon tug'dirib qo'ymaslik uchun 7 quduqdagi askarlarga darhol o'z joylariga qaytishga buyruq berdi. Hojim Urumchiga mengishdan burun Ostonaga berib, Maqsud muhitining qabrisini yo'qladi va Aziz Niyozini Qumulga sog'-salomat yetkazib qo'yishni Turpan hokimiga topshirdi. Tursun Dolanning Turpanda yozgan kundalik xotirasining oxirgi beti muni qurlar bilan oyoqlashdi. Har nima bo'lsa, bu ishlar chiroyliqcha tugadi. Agar hoji otam o'z gapida chong turib olib, Qumulga mangan bo'lsa, u chaqda yana qandoq tragediya boshlanadi ekan. Yeshim 21 dan oshgan bilan men texi bakli go'dak ekanman. Taqdirning u yillari nima degan ko'p. Bu dunyo bir sahnaga o'xshaydi ekan. Biz odam bolalari xuddi sahnaga chiqqan artistlardek o'zimizga bo'lingan rolni bajo keltirdik ekanmiz. Urumchiga borgandan keyin yana qandoq o'yinlar boshlandi ekan. Qiziq. Men bu kunlarda g'alit xiyollarga cho'kadigan bo'lib qoldim-ku. Qandoqdir bir tepishmoqning javobini topolmayotgandek ichim tit bo'lib ketyapti. Urumchiga borgandan keyin tuzilib qolarmanmi ya? Urumchi. Zubayda. 23-bob. Sarlavhisiz paranglar. Ansirgak ansori bekorg'ila ansirab yurgan o'xshaydi. Qumuldagi oqsoqol mo'tivarlarmi behuda ham andishi qilib, yilqi Aziz apandi degan kishidan maxfiy xat yozgan bo'lsa kerak. Mana to'p-to'g'ri bir yil o'tib ketdi. Hech ish bo'lmadi. Aksicha, bultur yoz kunlari Urumchi shahrining janubidagi Ulanbay o'rmonligida 2000 dan oshiq kishining qatnashishi bilan Taqudumboq, Nog'ri Kamay sadolari ichida o'tkazilgan dog'u-to'qliq qarshi elish marosimida Shingsay hoji bilan quchoqlashib ko'rishgandan buyon bir necha yillik qonliq janglarda bir-birini yeb tashlagudek alposi elishib kelgan bu ishga raqib amdi qadinos do'stlardek irmash-chirmash bo'lishib ketgan edi. Shu kundagi marosimda Shingsayning eg'izidan chiqqan tantanalik so'zlar yilimu hojining quloq tubida jaranglab turgandek sezilardi. Uyg'ur millatining nijotchisi Xo'janiyaz hojimga shon sharaflar bo'lsin. Uyg'ur xalqining milliy qahramoni bo'lishga munosib bu zotning Urumchiga qadam tashrif qilib, men bilan birlikda yangi Xinjiang qurish vazifasini ustiga olganlik sharofatidan Xinjiang tarixida yangi bir sahifa ochildi. Shingsayning so'zi oyoqlishi bilan men sizni va Uyg'ur xalqini yana bir qitim tabriklayman. Bugundan boshlab sizning nomingiz yaqinqi zamon Xinjiang tarixida hokimiyatning eng yuqori martabasiga erishgan tunji Uyg'ur deb yoziladi. degan edi Oprisov hojining qo'lini mahkam siqib turib. Shuningdan boshlab hojim muavin raisga xos hashamatlik ishxonadagi yeshil movut qoplangan yo'g'on ish ustolining yanida yumshoq kresloga yo'linib o'ltiradigan, haftada bir qitim eshiladigan Xinjiang o'lkalik hukumat a'zolarining yig'iniga izchil qatnashib fikr bayon qiladigan bo'ldi. Shingsay
uning fikrlariga astoydil quloq selib, har bir masala ustida uning ra'yi bo'yicha qaror chiqarilishini talab qiladi. Hökumət rəisi Li Yong degan o'chki soqol mo'ysipit kishimi o'zining muavini bo'lgan hojini hurmatlab, "Bu yurt sizlarning, siz degan mushu yurtning otisi. Siz nima desangiz shu?" deb muloyim kulimsiraydi. Hokimiyat organlariga amaldor tayinlashda hojining fikr talablari e'tiborga elinib, Uyg'ur va boshqa musulmon millatlardan nurg'unlagan nozir, muavin nozir, vali va hokim qatorliq mansabdorlar tayinlandi. Bo'libmi Shingsayning cho'ng kichik yig'inlarda va matbuotda uzluksiz e'lon qilinib turgan ajoyib nutqlari, ya'ni milliy zulm va tangsizlikni tugatib, millatlar barobarligini qat'iy amalga qo'yish, diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash, poraxo'rlikni tugatib, adliya ishlarida adolatni yo'lga qo'yish, dehqon chorvachilarni qiyinchilikdan qutqizish, milliy madaniyat va ma'arifni taraqqiy qildirish tadbirlari va nihoyat hukumatning siyosiy programmasi bo'lgan 6 buyuk siyosatni o'tirg'a qo'yganligi. Mana bular haqiqatan Xinjiangda yangi bir davrning boshlanganligini ko'rsatib turadi. Shundoban Yangjangjun emas. Hozirgi davrmi Temir xalqi yashagan davr emas deb Aprisov to'g'ri aytibdi. Hojim Aprisovning shu gaplarini o'ylab o'ltirganda bo'ltir bo'lgan bir ish esiga tushib qoldi. Kuz kunlarining birida hojimning Gongguaniga qurolliq muhofazachilar o'ltirgan bir yuk mashinasi bilan ishga qora pikap kirib keldi. Pikaplarning birida shofirdan boshqa kishi ko'rinmaydi. Ikkinchisida Shingsay o'ltiradi. Hojim darhol oldiga chiqib ochiq chiroy qarshi oldi. "Man Fujoshi janoblar bilan ishimizga atab, yaqinda Sovet ittifoqidan mushu bir jup pikapni oldirgan edim." dedi Shingsay quyosh nurida parqirab turgan pikaplarni ko'zi bilan imo qilgach, hojining qo'lini mahkam siqib, "Bu oddiy sovg'am Fujoshi janoblarga maqbul bo'lsa, o'zimni baxtiyor hisoblar edim." Hojim Tohir Beyning tarjimonligida rahmat hashqolli aytib, o'ziga taqdim qilingan pikapni ko'zdan kechirib bo'lgach, Shingsayni uyga boshladi. Dasturxon ustidagi uzun qisqa paranglardan keyin Shingsay kulib turib mundoq dedi: "Man Fujoshi janoblarini tabriklayman. Ikkimizning Sovet ittifoqiga o'quvchi chiqarish degan orzuyimiz amalga oshadigan bo'ldi. Bosh konsul Aprisov janoblari Moskva bilan so'zlashib bo'pti. Hamda Sovet taraf bilan rasmiy kelishim tuzsakda bo'ladi." Duban janoblarining mening orzuyimni yerda qo'ymaganligiga ko'pdan ko'p rahmat, dedi hoji nihoyatda xushal bo'lib va Shingsay uzab chiqqan hamon Tursun Do'lanni oldiga chaqirdi. "Bo'ldi qil bolam, o'g'il bola degan sabrlik bo'ladigan. Seni o'rus yeriga o'qishga avatiman. Xush bo'lamsan." Tursun Do'lanning g'amgin ko'zlarida xuddi bulutlar orasidan pallada qilib ko'ringan yulduzlarga o'xshash yosh tomchilari parqirab ketdi. "Rahmat hojata. Shundoq, seni o'rus yeriga o'qishga avatiman. Yigitlarning orasida o'zingga o'xshash xat savodi bolaning itini bir qog'ozga tutib chiq. To'xtab tur, yepimning oyg'ini angla. Sen mening nomimdan bugunla Qumulga 2 poch xat yozsan. Birini Boqin yozg'i yoz. Bizning jamoat ichidan o'qishga bora oladigan bolalarni, haras, mening o'g'lim Sa'dullani Urumchiga jabdib chiqasin. O'rus yeriga o'qishga boradi deb yoz. Yana bir pochini Yusuf Teji bilan yo'lboz beglarga yoz. Qumuldan yaramliq bolalar bo'lsa tepib chiqasin. Ondan Mahmud Sijang'imi shu gaplarni deb bir poch xat yoz. Keyin u xatlarni menga ko'rsat. Uqdingmi? Uqdim hojata. "Man seni tabriklayman o'g'lim. Munda xushalliqlar bo'layotganda qarliq tutishni endi to'xtatsangmi bo'la. Avval bozorga berib, satrashxonaga kirib chiq." Tursun Do'lan hojimning Gongguanidan chiqib, bozor tarafga emas, Xongqing qabristonligiga qarab mangdi. U qabristonlikning bir chetida qo'pirilganiga ancha uzoq bo'lmaganligi bilinib turgan bir ayolchi qabrining oldida yukinib o'ltirib, mungluq qiroat boshladi. Qabri teshida iymon islom kalimalaridan keyin Zubayda Yaqub hoji qizi Majunyan cheriklarining zambirak o'qi bilan
Hijriya 1353 yili Ramazonning 20 kuni 18 yoshida shahid bo'lgan. degan jumlalar o'yuqliq turatdi. Tursun ko'zlaridan taram-taram yosh to'kib, qabri teshig'i uzoqqa qarab turdi-da, shayxning qo'liga bir kumush tangini tutqazib, cho'nqur sukunatga cho'mgan qabristonlikdan ig'ir qadamlar bilan chiqib ketdi. Shu yili kashkuz kunlarining birida Toshkentga o'qishga boradigan o'quvchilarni uzatish munosabati bilan o'tkazilgan tantanalik choy ziyofatida Shingsaydan keyin hoji so'zga chiqdi. U ilm-fan o'rganishning muhimligi haqida o'ziga xos sodda talaffuzda ondan-mundan so'zlab kelib, birdilliq qaynab ketdi. Man nimishqa qo'zg'olon qilib urushgan, bilamsizlar? Mana shundoq yaxshi kunlarning kelishi uchun millatimizning erkin ozodligi, tang barobarligi uchun urushgan. Bugun Uyg'ur va boshqa ezilgan millatlarning bolalarimi Xitoylarga o'xshash huquqqa ega bo'lib, chet elga o'qishga boradigan bo'ldinglar. Sizlar o'qib kelgandan keyin yurtni o'zinglar so'raysizlar. Biz haq burun nodon o'tgan. Shu sababdan boshqalar bizni onay etgan. Sizlar o'ris yeriga borganda obdan o'qinglar. O'rislar noyta tirishchan, obdan haq. Ular hunar sanoatda bizdan jiqli ishib ketgan. Ularning bilimini, tilini obdan o'rganib kelinglar. Ammo ularning tutgan yo'lini o'rganmanglar. Mubada ularning yo'liga kirib, dinsiz bo'lib kelsanglar, sizlarga Shinjongda o'rin yo'q. Yangi ustira tekkan beshiga yeshil manchester bo'k, ustiga qora ko'k sarchidan ko'zlik palto, putiga xurum o'tik kiyib olgan. Burni qaqsharliq, o'ngi sal qariroq kelgan 40 necha yoshlar chamasidagi bir odam Oprisov bilan yonma-yon o'ltirib, hojining gaplarini uningga tarjima qilib beryapti. Hojining gapi oyoqlashganda Oprisov yilqi odamning qo'liga pichirladi. Bu saqalliq yilpizni men Urumchiga oron akeldim. Endi uni qo'lga o'gitib yavashlatib olish sizning ishingiz.